Raspakovka chek 3-qism. Ikkita qismini profilimda kirib ko'rishingiz mumkin. Xitoydan kelgan tovarlarimiz sizlar bilan birgalikda raspakovka qilamiz. Tovarlarim qo'limga Xitoydan 9 kun deganda yetib keldi. Xitoydan 5 yildan beri o'zimga tovarlar zakaz qilsam, zakaz qilib, proba qilib ko'rmagan narsam qolmagan. Bu shunaqa birinchisida organizer, aynan komod uchun olgandim. Men sizlarga mana videosini ham ko'rsatdim. Bu ham menga вообще arzonga tushdi, chunki organizerlar o'zimizda anchagina qimmat. Ikkinchisi yaqinda tug'iladigan bolachamizga shunaqa komplekt kiyimchalar, bularni men 35 mingdanmi qanchadandir oldim, lekin materiali shunaqa yumshoq, juda ham yumshoq va tanaga yoqadigan material ekan. Rasmda qanaqa bo'lsa, hayotda ham xuddi shunaqa kelgan. Bunisi esa mini kichkina narsalarni ham zakaz qilishni yaxshi ko'raman. So'zga soladigan narsa ekan, 2000 ga, 3000 ga zakaz qildim. Chetdan o'zini narxida zakaz qilishi bilgan odamga maza deb o'ylayman, chunki xohlagan tovaringizni chetdan o'zini narxida, savdogarlar oladigan narxda olishni bilasiz. Bu shunaqa korsetlar ham bu yoqda shunaqa arzon. Hattoki onajonlar uchun shunaqa pampers ham oldim, tug'ruqdan keyin kerak bo'ladigan narsa deb. Chunki arzon bo'lgani uchun ham men aynan Xitoydan hamma narsani zakaz qilishni yaxshi ko'raman. Agar siz ham uyda o'tirgan ayol bo'lsangiz, mana shunaqa o'zingizga kerakli bo'lgan tovarlarni qimmatga emas, o'zini narxida olishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, unda sizni Zakaz Pro kursimga taklif qilaman. Zakaz qilish o'zingiz uchun o'rganib olsangiz ham ancha pulingizni tejab qolasiz yoki bo'lmasam uyda o'tirgan holatda kam-kamdan tovar olib kelib sotib, uyda o'tirgan holatda yaxshigina daromadga chiqsangiz ham bo'ladi. Aynan men kurslarimda sifatli tovarlarni o'zini narxida olishni o'rgatib beraman, chunki tovar tanlash ham bu yerda juda ham muhim. Agar siz ham chetdan tovar zakaz qilish o'rganmoqchi bo'lsangiz, menga obuna bo'lib, direktdan, ya'ni lichkadan murojaat qiling. Paka-paka.